Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Tinch Rasul va bu videoda nima uchun o'zbekistonliklarning 95% 23,5 ming yevrolik ishlarni to'g'ri qidirib topa olmasligini mana shu videoda tushuntirib beraman. Bu xatolarni albatta siz qilmasangiz shunaqa oilayli ishlarga ega bo'lishingiz mumkin va gap isboti bilan deganlaridek bitta xushxabar bor. Yopiq Telegram vakansiya kanalimiz obunachisi Vodili aka yaqinda yopiq Telegram vakansiya kanalimizga joylangan vakansiyalarga ishga topshirgan. Biz albatta bu kishiga CV bilan cover letter tayyorlab berganmiz va qanday qilib 2,5 ming 3 ming oylik beradigan ish beruvchilarni qidirib topdi va yaqinda Qozog'istondan Gollandiya vizasini qo'lga kiritadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zini juda ham qiziq fikrini eshitishingiz mumkin. Telegramdan aloqaga chiqib, juda ham xursand qildi. Va do'stlar, muhim eslatma, o'tgan safargi Slovakiyaga ish topish bo'yicha videoni kommentariyasiga yozing. Agar siz kommentariyasiz ko'p like yig'sa, yopiq Telegram vakansiya kanaliga sizni qo'shib qo'yaman tekinga degandim. Mana shu kommentariy egasi YouTube chiqdi va Telegramdan menga aloqaga chiqsangiz, men sizni yopiq Telegram vakansiya kanaliga bepulga qo'shib qo'yaman va mana shu imkoniyat sizda ham bor. Mana shu videoni kommentariyasiga o'zingiz ismingiz, kasbingiz va shaharingizni yozib qoldiring. Agar bir hafta ichida eng ko'p like yig'adigan bo'lsa, sizni ham albatta yopiq Telegram vakansiya kanaliga tekinga qo'shib qo'yaman. Xo'p do'stlar, birinchi o'rinda to'g'ri ish beruvchini topish kerak bo'ladi. Ya'ni mashinniklar juda ham ko'payib ketgan. Siz to'g'ri kelgan joyga kirib turib, Google ga kirib turib, siz Gollandiyaga ish yoki Shvetsiyaga ish, Shvetsariyaga ish desangiz, juda ham ko'pchilik Google da fake, ya'ni soxta saytlar bor. Soxta saytni qanaqa qilib aniqlashsa bo'ladi? O'zini Telegramda ichkansini yoki WhatsApp nomerini qoldirgan bo'lsa, katta ehtimol bilan mashinnik bo'lishi mumkin. Sababi hozirda sayt qilish muammo emas. Bir $50, $100 ga soxtaligini bilmaydigan darajadagi saytlar orqali aldanib qolishingiz mumkin. Bu juda ham ommalashib ketyapti. Ehtiyot bo'linglar va yana bitta narsa, hech qachon ish beruvchi oldindan pul so'rab o'zini kartasiga pulni o'tkazdirib olmaydi. Mana shu birinchi signal. Ikkinchisi esa haqiqiy ish beruvchi ofitsialniy saytlar orqali sizni rezyumengizni va cover letteringizni qabul qilib oladi yoki email pochtasi orqali. Va juda ham ko'plab ishonchli ish beruvchi saytlar va email pochtalar bor. Bularning eng ko'p uchraydiganlarini men albatta yopiq Telegram vakansiya kanaliga joylab boryapman. Va eng muhimi, juda ko'p beriladigan savol, qancha vaqtda men ish beruvchini topishim mumkin? Birinchi o'rinda siz ko'p marotaba ishga topshirishingiz kerak bo'ladi. 3 oy, balkim 6 oy, balkim 1 oyda ham yoki 10 kunda ham natija bo'lishi mumkin va eng muhim narsa bu yoqda to'g'ri CV tayyorlash kerak va kamida CV 2 ta yoki 3 ta bo'lishi kerak. Bu degani nima degani? Bu degani 2 marta oshiradi, ya'ni ish beruvchini topa olishingizni. Qanday qilib? Ya'ni siz ishga bitta CV bilan topshirsangiz, masalan, quruvchi bo'lsangiz, faqatgina qurilishga oid ishlarga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, bitta CV bilan 5 ta vakansiyaga topshiringiz bir kunda, lekin siz kuniga 15 ta vakansiyaga topshirishingiz mumkin. Shunaqa qilib maksimum harakatni oshirish mumkin. Ya'ni CVlar sonini ko'paytirib, lekin ko'p deganda 10-15 ta qilib tashlash shart emas. Chunki baribir ham o'sha sohani ozroq bilim bo'lish kerak. Uchinchi narsa, bu eng muhim narsa, ishga juda ham ko'p marotaba sabr bilan topshirish kerak bo'ladi. Ya'ni 10 ta 15 ta ishga topshirib natija bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun ham har kuni to'xtatmasdan ishga topshirish kerak. Ya'ni deylik, bir kunda masalan bir yarim soat vaqt ajratsangiz, kuniga 10 ta 15 ta vakansiyaga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani 10 kunda 100 ta vakansiya o'zi ketdi. 300 ta vakansiya mana shundan ko'proq qilib topshirish kerak natija bo'lishi uchun. Va eng muhim narsa bu yoqda, siz 1 oy davomida yoki 2 oy davomida ishga topshirdingiz, qaysidir biri bilan suhbat bo'lsa yoki qaysidir biridan reaksiya keladigan bo'lsa, sizga tabiiy motivatsiya oshadi. Bu yoqda eng muhim narsa, bir marta ishga bora olsangiz bo'ldi, o'zingiz harakat qilib, ikkinchi marta shunaqangi duh bo'ladi va natijani ko'rdingiz va o'sha davlatga bordingiz. Ikkinchi marta hayotda siz Instagramdan chiqayotgan mashinniklarga ham aldanmaysiz. Instagramdan chiqayotgan 33 million firma to'lov, 33 million so'm so'raydigan firmalarning ishini o'zingiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy mana shu videolarimning maqsadi, o'zim xususiy firmada ham ishlaganman. Ya'ni 33 million bu to'g'ri, bu juda katta pul emas deyishingiz mumkin, lekin cho'ntagida 33 million ortiqcha puli yo'q odam bo'lishi mumkin va o'sha odamlar uchun juda katta summa. Ya'ni o'sha summani firmalarga bermasdan o'zingiz harakat qiling degan ma'noda mana shu videolar chiqyapti. Yana eng muhim narsa bu yoqda, do'stlar, baribir siz o'sha birorta firma bilan shartnoma qilgan taqdiringizda ham
u firmani O'zbekistonda bir 98% firmani chet eldagi birorta bir zavod, fabrika bilan shartnomasi bo'lmaydi. Hamma mana shu men aytayotgan saytlarga sizga rezyume bilan cover letter tayyorlab beradi. Jo'nataveradi. Nima uchun jo'nataveradi? Sababi siz shartnoma qilasiz ular bilan. Masalan, deylik $2000 yoki 33 million bo'layotgan bo'lsa, boshlang'ich to'lov 9 million, 10 million bo'ladi. Ko'pchilik shartnomani o'qimasdan qo'l qo'yib qo'yadi. Bu ham eng xato narsa. Shartnomada sizni zararingizga ishlaydigan juda ham ko'plab sectionlar, ya'ni bo'limlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shartnoma birinchi to'g'ri o'qing va shartnomada ko'rsatilgan bo'ladi. 3 ga bo'lib to'laysan, birinchi to'lovi deylik 30%, masalan 10 million so'm yoki 9 million yoki 8 million atrofida. 3 oydan biza 6 oygacha ish beruvchidan job offer, ya'ni ishga taklifnoma chaqirib berishga harakat qilamiz. Mabodo biza tomonimizdan chaqirib bera olmasak, bizani xizmat haqimizni 50%, 40%ni bizada qoladi deydi. Ya'ni $1000 o'rtacha to'lov qiladigan bo'lsangiz, $500, $400 atrofida pulni qaytarib olishingiz mumkin. Ya'ni qonuniy sizdan pulingizni olib qo'yish mumkin. Men o'zim firmada ishlaganman. O'shaning uchun ogohlantiryapman. Xuddi ukamga aytgandek ma'lumotlarni sizlarga aytyapman. Va albatta videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Mana shunaqa muhim ma'lumotlar uchun. Xo'p do'stlar, endi faktlarga o'tamiz. Ya'ni gollandiyalik ish beruvchilarni topib, ish beruvchilardan job offer, ya'ni приглашение olgan obunachim haqida gapiradigan bo'lsam, bu obunachim meni YouTube'dan ko'rgan, tabiiyki, xuddi sizga o'xshab. Va o'sha YouTube'dagi videolarimda biz sizga ishga topshirishingiz uchun CV bilan cover letter tayyorlab beramiz deb aytgan ma'lumotimni eshitib va menga Telegramdan aloqaga chiqib, mana shu kasbim bo'yicha menga CV bilan cover letter qilib bering, chotki degandilar va biz chotki qilib tayyorlab berdik va endi katta muammo qanday qilib ish beruvchi, ishonchli ish beruvchi saytlarni topish kerak edi. Va shunaqa savol berdilar. Endi menda hozir CV cover letter bor. Qanday qilib ishonchli ish beruvchilarni qidirib topa olaman va o'zi qanday qilib men sayt orqali ishga topshiraman degan savolni berdilar. Chunki u kishi faqatgina rus tilini bilardilar va yoshi ham 35 yoshmi, 35-40 yosh atrofida edi. Va ko'pchilik telefonni tushunmaydi. Va biz yopiq vakansiya kanaliga qo'shib qo'ydik. Bu yopiq vakansiya kanalida nimalar bor? Faqatgina 250 ming so'm bir martalik to'lov qilganlar uchun bu kanal ochilgan. Ishonchli ish beruvchi saytlar va email pochtalarni biz mana shu kanalga tashlab, qanday qilib qo'lingizdagi telefon orqali ishga topshirishni o'rgatadigan video darsliklar isma-ketiligi bilan joylab chiqqanmiz. Video darslik bor. Siz noldan даже email pochtani parolni qidirib topishdan boshlab turib ish beruvchiga to'g'ri jo'natishgacha video darsliklar bor. Va o'sha darsliklardan foydalanib ishga topshirganlar va o'sha ishlarga topshirayotgan vaqtida bilmagan ma'lumotlarni mendan so'rab turdilar. Ish beruvchilar hech qanaqangi oldindan pul so'ramagan. Elchixonaga borib viza uchun pulni elchixonaga to'lov qilasan deganlar. Elchixonaga onlayn to'lov qilinglar yoki elchixonaga borib to'lov qilinglar. Mana shu eng muhim narsa. Mashinniklar Telegram, WhatsAppdan o'zining kartasiga viza uchun to'lovni qabul qilib oladi deb просто tak chetga chiqaraveradi. Assalomu alaykum akalar, men Xoliq Xufoybek Turg'unboyevman. Andijon oblasti Asaka shahridan mana shu Rasuljon degan teacher ukamiz bor ekan. Shu ukamizga gruppasiga a'zo bo'ldim. Alloh nasib qilib hozir mana bugun Arafa kuni Gollandiyadan telefon qilishdi. Gollandiyadan telefon qilib ishga taklif qilishyapti. Vizaviy sentrga boramiz ekan Ostonaga. Ostonadan vizaviy sentrga borib turib, 280 euro to'lab turib, keyin vizani olamiz ekan. Shu Rasuljon orqali shu odamlar menga telefon qildi. Gaplashdik. Hamma yaxshi, hamma zo'r ekan. Shu bolaga endi aloqaga chiqib turaveramizda. Kimda nima gap bo'lsa yozaveramiz. Shu Rasuljon orqali u odamlar menga chiqdi. Va siz videoni eng shirin va lazzatli joyga keldingiz. Videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizni o'zingiz ham ishga harakat qilsammikan, ishga topshirib ko'rsammikan deydigan fikrda bo'lishingiz mumkin. Men sizga maksimum hamma videolarimda shu odamlar kamroq pul sarflasin degan ma'noda videolar bo'lyapti. CV cover letter uchun 250 ming so'm, yopiq Telegram vakansiya kanali uchun 250 ming so'm, olib 500 ming so'm to'lov qilish kerak o'zi aslida. Lekin videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun va videoga like bosib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, birinchi Telegramdan yozgan
10 kishiga 50% chegirma beraman. Ham CV, ham cover letter, ham yopiq kanalga bir martalik to'lov qilib qo'shishingiz mumkin. Narxi 250 ming so'm bo'ladi. Faqatgina Telegram lichkamga birinchi yozgan 10 kishiga shunaqangi 50% lik juda ham katta chegirma bor. Va meni Telegram lichkam mana shu videoni kommentariyasida bo'ladi pastda. Xo'p do'stlar, sizga rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun va juda ham katta chegirmaga ulgurib qoling. Sizlar bilan Tinch Rasul. Bye.